nerealli aksiyanın iş boladı. Xorazm territoriyasında bunun aksiya bo'lmagan. 12 Tracker avtomobillarning aksiyalarimiz zo'rlari bor. Ya'ni naqd pul to'layman desangizlar, Tracker avtomobillarida 12 million so'm chegirma bo'lib turibdi. Hamma pozitsiyasini mi? Barcha pozitsiyasi. Trackerni hamma pozitsiyasini 12 million so'm xudo xolasa aksiya qilindi yurtdoshlar. 12 mashinalari. Bundan tashqari 12 avtomobillarning Premier variantini buni ham 12 million so'm skidka qilib beramiz. Redline pozitsiyasini esa 7,5 million so'm skidka qilib beraman. Ha, Redline 7,5 million so'm. Rastoshka bo'lgan bo'lsa, Tracker avtomobillarni 4 million so'm skidka bo'ladi. Ya'ni masalan Tracker avtomobilini Premier Plus varianti bo'lgan bo'lsa, 272 million narxi 268 million so'mdan girib rastoshka qilib beramiz. Rastoshka qilib berasiz. Sug'urta olinmaydi. Sug'urta 50% tursa, al sug'urta olinmaydi. Agar yurtdoshlarimiz kelib turib, qo'limda naqd pulim bor, og'a, hozir ustimda mashinani ketaman desalar, men ketib biladilar. Cobalt avtomobilini Midnight variantini ketib biladilar, bo'lmaydi. Midnight oldingisi EMC emas, Midnight variantini olib bemalol ketadilar. Boshda chiqqanda, qarang. Bo'lmaydi. Captiva avtomobilimiz bor, ya'ni Captiva 5 avtomobilimiz bor. Rastoshkalar bor. Xuddi zamonasidan keyin oldindan 50% to'lasalar 22 ga bo'lib beramiz. 30% to'lasalar 13 ga bo'lib beramiz. Qarang, Captiva 5 avtomashinasini minish uchun necha so'm pul bilan kelishi kerak? Captiva 5 ta minish uchun bahasi 349 million so'm, 50% to'laysiz 175 million so'mdan keladi. 175 ming kelsa, xudo xolasa men ketsa bo'ladi. 2025-yil tugash munosabati bilan Xorazm Avtotech xizmat salonida aksiyalar bo'ladimi? 2025 mashinalari nechta aksiyalarni qilasizlar? Xorazm Avtotech xizmat salonida aksiya bo'ladimi degan savollara bugun xudo xolasa javob berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Temadamiz kanalining obunachilari. Bugun sizlarga 2025-yil tugash munosabati bilan xudo xolasa Xorazm Avtotech xizmat salonidan kattaroq aksiya qo'yib beramiz. Yurtdoshlar, yangilar arafasida agar sizlar mashina xarid qilajak bo'lsangizlar, ushbu video sizlar uchun bo'ladi. Bizning kanalimiz rivojlanishi uchun bir like ni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'ysangizlar, albatta xursand bo'lamiz. Obuna bo'lish yodlaringizdan chiqmasin. Agar sizlar bizga obuna bo'lib qo'ysangizlar, xudo xolasa sizlarda Xorazmda nechta yangiliklar bo'lib turgan bo'lsa, hammasini bir qator ko'rsatib boramiz yurtdoshlar. Xorazm Avtotech xizmat salon Xorazm bo'yicha eng katta avtosalonlardan birisi, eng birinchi ochilgan avtosalonlardan birisi yurtdoshlar. Nechap aksiya qilganlar, nechta mashinalara 12 million so'm aksiya qilganlar, hammasini sizlarga bir qator ko'rsatib boramiz. Tayyor bo'lsangiz ekrana yaqinroq kelib, oldingizga bir chalik choyni olib, yonbosh tashab, shirinlik bilan o'tirib ko'rsangiz, albatta bu video aynan sizlar uchun shirali video bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz biza boshladik. Yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizning Xorazm Avtotech xizmat salonining ichon tarafindamiz. Trekkerlara nerealli aksiyalar bor ekan. Har bir trekkera 12 million so'm aksiya qilamiz dedilar. Hozir o'rnikamizdan rostmi, yolg'onmi? Birgalikda video davomida bilib boramiz yurtdoshlar. Qolgan mashinalar ham aksiyamiz bor dedilar. 2025-yil tugash munosabati bilan 2026-yilga o'tish munosabati bilan xudo xolasa nerealli aksiya. Hali hech yerda bunday aksiya bo'lmagan. Xudo xolasa Xorazm Avtotech xizmat salonida shuning aksiyalarni qilyaptilar yurtdoshlar. Tayyor bo'lsangiz o'rnikamdan so'rab bilamiz. Tamam. Xudo xolasa. Va boshlab berdingmi shu? Yurtdoshlar, xudo xolasa ko'rib turganlaringizdan O'rbekam yana keldik bugun. Nerealli aksiya nechik bo'ladi? Xorazm territoriyasida bunday aksiya bo'lmagan. 2025 tugash munosabati bilan xudo xolasa aksiyani zo'rini qildik dedilar. Hozir o'zlaridan eshitib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Temadamiz YouTube kanali, xudo xolasa haq o'ylagan holda chiroyli video qilamiz dedik. Nechta aksiyangiz bor? Ne gap so'z hammasini bir qator tars tushuntirsangiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Xorazm Avtotech xizmat amalchilari, shuningdek Rembo Polvonni Temadamiz kanalidan ashaddiy muxlislari, obunachilar. Sizlarga bugun 29-dekabr 2025-yil bugungi kundagi aksiyalarni tanishtirib o'tamiz sizlarga. Xudo xolasa. Hozirgi kunda yurtdoshlar 12 Tracker avtomobillarning aksiyalarimiz zo'rlari bor, ya'ni naqd pul to'layman desangizlar, Tracker avtomobillarida 12 million so'm chegirma bo'lib turibdi. Ha, 12 million so'm bir mashinasini. Lekin 2025-yilda ishlab chiqarilgan Trackerlar shu mashina olaman desalar, bemalol keladilar, 12 million so'm ketib beramiz. Zo'rga. Kelib mashina olib ketadilar. Faqat naqd pul amal qiladi. Faqat naqd pul amal qiladi. Qaranglar, naqd pul bilan keladigan bo'lsangizlar, barcha pozitsiyasini, Trekkerni hamma pozitsiyasini 12 million so'm xudo xolasa aksiya qilindi yurtdoshlar. 12 mashinalari. Bundan tashqari 12 avtomobillarni Premier variantini buni ham 12 million so'm skidka qilib beramiz. Redline pozitsiyasini esa 7,5 million so'm skidka qilib beraman. Ha, Redline 7,5 million so'm. Bu ham naqd pul amal etadi. Bu ham naqd pul amal etadi. Qarang. Faqat bank kreditka ham bo'ladi. Tushundim. Rastoshka masalasi bo'lsa nechta bo'ladi? Rastoshka bo'lgan bo'lsa, Tracker avtomobillarga 4 million so'm skidka bo'ladi. Ya'ni masalan, Tracker avtomobilini Premier Plus varianti bo'lgan bo'lsa, 272 million narxi 268 million so'mdan girib
rasochka qilib beramiz. Rasochka qilib berasiz. Sug'urta olinmaydi. Sug'urta 50% bo'lsa, al sug'urta olinmaydi. Ha, tushunarli bo'ldi. Qarang, endi Cobalt avtomashinasi ko'pchilik insonlarga qiziq bo'lib turibdi hozirgi kunda. Cobalt avtomashinasini sizlarda dogovorlar bormi yoki bo'lmasa uni ham rasulishga bormi? Uni ham bir aytib o'ting. Cobalt avtomobilining ikki xil varianti ba'zi. Asosiy Style MCM va Midnight MCM pozitsiyalar bor. Bu avtomobillar shartnomalarimiz bor. Bundan tashqari bizda Cobaltni oldingi Midnight varianti bor. Ya'ni 155 million 231 ming so'm. Bu ham shartnomalarimiz bor. Bemalol kelib avtomobilni xarid qilishlari mumkin. Agar yurtdoshlarimiz kelib turib, qo'limda naqd pulim bor, og'a, hozir ustimda mashina minib ketaman desalar, minib ketib biladilar. Cobalt avtomobilining Midnight variantini ketib biladilar, bo'lmaydi. Midnight oldingisi MCM emas, Midnight variantini olib bemalol ketadilar. Boshda chiqqanda, qarang. Muammo yo'q. To'g'ri naqd pul bilan keladi. Sirazi ishi bitadi, to'g'rimi? Ishi bitadi. Yurtdoshlar yurtlarimiz Xorazm avtotek xizmat salonida sizlarga 1 emas, 2 emas, 3-4 yangiliklarni qilib beryaptilar. Cobalt avtomashinasini 100% pul bilan kelsangizlar, doğru minib ketish imkoniyati bor ekan. Bundan tashqari trekkerlar. Endi qarang, Damas avtomashinalarini ham aytib o'taylik. Ko'pchiliklar Damas so'raydi, Labo Van so'raydilar-da. Shularni bir qator aytib bersangiz. Damas avtomobillarini bugungi kunda shartnomalarimiz mavjud. Lekin yetkazib berish muddati Damas avtomobil rasochka qilib olgan bo'lsalar, yanvarda beramiz endi. Ya'ni yangi yildan keyin 26-yil menimcha zavod ishlab boshlagandan keyin beramiz. 10 ya 15-inde ishlab boshlaydi zavod xohlasa. Bemalol yetkazib beramiz. Agar naqd pul olgan bo'lsa, Damas avtomobilini, Labo avtomobilini, Kombi, Van avtomobillarini gelib bemalol naqd bilan to'lab olib ketishlari mumkin. Ha, naqd pul bor. Naqd pul bor. Havo. Captiva avtomobilimiz bor, ya'ni Captiva 5 avtomobilimiz bor. Rasochkalar bor. Xuddi Damasnikidan oldindan 50% to'lasalar 22 ga bo'lib beramiz. 30% to'lasalar 13 ga bo'lib beramiz. Qarang, Captiva 5 avtomashinasini minishi uchun necha so'm pul bilan kelsa kerak? Captiva 5 ni minish uchun bahasi 349 million so'm. 50% to'laydi, 175 million so'mdan keladi. 175 million kelsa, xudo xolasa bir ketsa bo'ladi. Boshqa ma'lumot qoldimi, qolmadimi? Shularni yetirali 2025 tugatir. Keyin xudo xolasa keyingi videomuz toza yildan bo'ladi, 2026. Boshqa ma'lumotlarimiz bizning avtosalonimizda boshqa faoliyatlar bilan shug'ullanib turibdilar. Ya'ni servis xizmati bor. Avtomobillarimiz kuzovi, xodovoy chasti, elektrik yo'llari, barcha ustalik ishlari bo'lgan bo'lsa, bu yerda shunday qilib beramiz shu o'rnida. Bundan tashqari bizda g'ay xodimlar ham bor, ya'ni endi borib Oblgayda o'chib o'tirish shart emas, kelib avtorakamlarni bemalol olib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz yangi avtomobillar, xohlasangiz oldi sotdi bo'lgan eski avtomobillar ham avtorakamlarga berib bilamiz. Bundan tashqari bizda texnik ko'rik faoliyat yo'lga qo'yilgan. Bu faoliyatdan ham foydalanishingiz mumkin. Kelib bemalol avtomobillaringizni eskidan bo'lsa texnik ko'rikdan o'tkazib olib ketishingiz mumkin. Rahmat. Salom. Bizning manzilimiz Urganch shahar Sanoatchilar ko'chasi 24-uy. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, Oblgayni ko'piridan kelasizlar. Taxta bozor yetmay chap qo'lda joylashgan. Xiva tarafdan kelishingizda oldingi telesentrni ko'rigundan to'g'ri Taxta bozorga olib kelasizlar. Taxta bozordan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan. Rahmat og'asi. Rahmat qolgan ma'lumotlar uchun, yurtdoshlarga bergan ma'lumotlar uchun, erinmasdan ma'lumot berganingiz uchun katta rahmat aytamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Yangi yil yaxshi kutibman. Yurtdoshlardan yangi yil yaxshi kutib olsin. Yurtdoshlar yana 25-yil chiroyli yakunlanib qo'yadi xudo xolasa. Bu yilimiz ham omadli keldi. 25-yildan beri xudoga shukr etmoq uchun, ko'pchilik odamlar uchun, misol uchun endi har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin. Vaziyatlar bo'ldi, lekin baribir sal hisoblagan bo'lsak, zo'r o'tdi deb o'ylayman xudo xolasa. 26-yil bundan ham zo'r bo'lib o'tsin. Ishlaringizga omad, shu yangi yil sizlarga baxt, omad olib kelsin. Idora tashkilot ishidagi yurtdoshlarimiz, yana oldimizda bayram xudo xolasa, hammangizning salangiz pullar to'lib, bayramda bayramona nima deydi? Premiyalar olgaysizlar xudo xolasa. Dehqonlarimiz ham ishlarga unum baraka. 25-yillar chiroyli bo'ldi, sholam to'lib toshdi, bulay, meva-cheva, hamma narsa to'lib toshib ketdi. Yashir zo'r bo'ldi ish qilib. Yashir zo'r bo'ldi. Молодец. Indiki yil xudo xolasa bundan ham to'lib toshaversin, skladlaringiz, omborlaringiz, nera qo'yadi bilib yurgaysizlar. Bundan tashqari yana musofir yurtdoshlarimiz ham alohida rahmat. Shu yurtini tashab, ro'zg'or suylayman, bola chaqa boqaman deb shu anda ishlab yuribdi chet ellarda. Ular ham oilasidan unum baraka, sog' omon, aziz boshini omon qilib, oilasini bag'ina eson-omon yetib kelsinlar. Sizlarni pullarni to'ldirib kelsinlar. Topgan pullarni to'yasin, joysasin, mashinasini o'zbeknikini ol. Shunda faqat yaxshi kun, shu yaxshi kunlarni buyursin topganlar. Rahmat. Yurtdoshlar ham hamma tilak istaklarini aytdi. Bizani kuzatib o'tirganlar uchun hammangizga kattadan katta rahmat aytamiz. Görüşguncha deb qolamiz. 2025-yilda nov ishlar qilgan bo'lsak, xalq uchun qildik. Xudo xolasa 2026-yilda sizlar uchun yaxshi ishlarni qilamiz degan umiddamiz. Rahmat hammaga. Xo'sh. Salomat bo'ling. Salomat bo'lasiz.